Mavzuyimiz multidistsiplinar jamoa tuzish. Autizm bilan ishlashda mutaxassislarning roli. Rejalarimiz autizmda multidistsiplinar jamoaning maqsadi va ahamiyati. Ikkinchi rejamiz asli bo'lgan bolaning ijtimoiy hayotga tayyorlashda jamoaviy yondashuv. Uchinchi rejamiz jamoaviy hamkorlik, logoped, psixolog va defektologning o'zaro integratsiyasi. Autizm spektrining buzilishi bo'lgan bolalar bilan ishlashda multidistsiplinar jamoa yondashuvi dunyo tajribasida oltin standart hisoblanadi. Bu yondashuvda bola faqat birgina mutaxassis emas, balki turli soha vakillaridan iborat guruh birgalikda ish olib boradi. Multidistsiplinar jamoaning asosiy maqsadi, jamoaning bosh maqsadi bolaning rivojlanishidagi kuchli va zaif tomonlarini har tomonlama baholash hamda uning jamiyatga moslashuvini maksimal darajada ko'tarishdir. Yagona strategiya yaratish har bir mutaxassis o'z sohasidan kelib chiqib maslahat beradi. Natijada bolaning nutqi, xulq-atvori va ijtimoiy ko'nikmalari uchun yagona rivojlanish xaritasi tuziladi. Mutaxassis va ularning vazifalari. Jamoaviy ishlashning ahamiyati. Nima uchun bitta mutaxassisning o'zi yetarli emas? Birinchisi, kompleks yondashuv. Autizm faqat nutq va yoki faqat xulq-atvor muammosi emas. Masalan, bola nutq so'zlashayotgan bo'lsa, buning sababi ham neurolog, ham sensorik, ham psixolog bo'lishi mumkin. Jamoa buni barcha tomondan ko'ra oladi. Ma'lumotlar almashinuvi. Logoped mashg'ulotida bola o'zini qanday tutayotgani haqida ma'lumot psixolog uchun juda ham muhim hisoblanadi. Mutaxassislarning bir-birining ishini to'ldirish imkonini beradi. Vaqtni tejash. Bir vaqtning o'zida turli yondashuvlarda ish olib borilishi bolaning rivojlanish sur'atini tezlashtiradi. Ota-onalarni qo'llab-quvvatlash. Ota-onalar turli mutaxassislardan qarama-qarshi maslahatlar olmaydi, balki yagona tizimli tavsiyalar asosida harakat qiladi. Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolaning ijtimoiy hayotga tayyorlash. Bu faqatgina ota-ona yoki mutaxassislarning vazifasi emas. Bu jarayon jamoaviy yondashuv, ya'ni multidistsiplinar yondashuv eng samarali yo'l hisoblanadi. Jamoaviy yondashuvning asosiy maqsadi bolaning atrofida yagona va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishdir. Quyida ushbu jarayonning tarkibiy qismlarini ko'rib chiqamiz. Jamoaviy a'zolar va ularning vazifalari. Muvaffaqiyatli jamoa odatda quyidagi mutaxassislar va shaxslardan iborat bo'ladi. Oila, ota-ona jamoaning markazi, ularning ehtiyojlari va eng yaxshi biladigan va terapiya usullari uyda davom ettiruvchi asosiy bo'g'in hisoblanadi. Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarda terapevt, ya'ni bolaning ijtimoiy ko'nikmalarini keyin kichik qismlarga bo'lib o'rgatadi. Bunda psixolog bolaning hissiy holati va oiladagi psixologik muhiti bilan ishlaydi. Logoped, defektolog nutq va muqobil muloqot, masalan, tekst kartochkalari ustida ishlaydi. Pedagog maktab yoki bog'cha muhitida bolaning tengdoshlari bilan aloqasini muvofiqlashtiradi. Jamoaviy yondashuvning asosiy tamoyillari. Ijtimoiy moslashuv samarali bo'lishi uchun quyidagilarga amal qilinadi. Yagona strategiya. Agar bola autizm spektri buzilishi bo'lgan bo'lsa, terapevt bolaga ovqatdan oldin qo'l yuvishni ma'lum bir usulda o'rgatayotgan bo'lsa, ota-ona va bog'cha opasi ham aynan shu usulni qo'llash kerak. Aks holda bola chalkashishi yuzaga keladi. Izchillik. Ko'nikmalar nafaqat markazda, balki bog'da, do'konda, mehmonda, hamma joyda birdek mashq qilinishi shart. Jamoaviy hikoyalar. Jamoa birgalikda bolaga tushunarli bo'lgan vizual ssenariylar asosida tayyorlangan. Masalan, muzqaymoq do'konida o'zini qanday tutaman. Integratsiyaning 3-bosqichi. Birgalikda diagnostika. Bola kelganda har uchala mutaxassis o'z xulosasini beradi va umumiy korreksion xarita tuziladi. Yagona terminologiya. Agar psixolog bolada sensor integratsiyasi buzilganini aytsa, logoped va defektolog o'z darslarini aynan shu metodikalardan foydalanadi. Haftalik monitoring. Mutaxassislar haftasiga bir marta uchrashib, qaysi metodika ishlayapti, qaysini o'zlashtirish kerak degan savolni muhokama qilishadi. Amaliy natija. Nima o'zgardi? Agar integratsiya to'g'ri yo'lga qo'yilsa, vaqt tejaladi. Bola bir vaqtning o'zida ham so'zni o'rganadi, ham uning ma'nosini tushunadi, ham uni talaffuz qilishdan qo'rqmaydi. Chalkashlik bo'lmaydi. Bola barcha mutaxassislardan bir xil talab va bir xil qo'llab-quvvatlashni oladi. Oila xotirjamligi ota-ona uchun ham muhim hisoblanadi. Logoped, psixolog va defektolog o'rtasidagi integratsiya bu shunchaki bir xonada ishlash emas, balki bolaning rivojlanishi uchun yagona strategik zanjir yaratishdir. Har bir mutaxassis muammoga o'z prizmasidan qaraydi va bu qarashlar birlashgan to'liq manzara hosil bo'ladi. Integratsiyaning asosiy yo'nalishlari. Ushbu 3 mutaxassisning hamkorligi quyidagicha uchburchak tamoyili asosida quriladi. Defektolog bolaning intellektual salohiyati, idroki, diqqat va xotirasini rivojlantiradi. Bu nimani o'rganish kerak degan savolga javob beradi. Defektolog bolaning intellektual salohiyati, idroki, diqqat va xotirasini rivojlantiradi. U nimani o'rganish kerak degan savolga javob beradi. Psixolog esa
bolaning hissiy to'siqlarini olib tashlaydi, motivatsiyasini oshiradi va xulq-atvorini korreksiya qiladi. U o'rganishga qanday tayyorlash kerak degan masalani yechadi. Logoped esa nutq apparati ustida ishlaydi, tovushlarni qo'yadi va lug'at boyligini oshiradi. Bu qanday muloqot qilish kerak degan ko'nikmani shakllantiradi.